Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Undaq dedikda ekranimizda bo'lsin. O'tir Sharq kuzatkish to'rining 11 yanvardagi xabarga ko'ra atalmish Dunyo musulmon jamoatlari kengashi degan nom ostida tashkillangan musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan 14 davlatdan kelgan 30 nafar atalmish ulamo oldingi hafta Xitoy o'rlashtirgan tartiblarga binoan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Va ziyaratidan keyin Xitoyning mavjud siyosat tadbirlarining to'g'riliqini ta'riflab bayonot e'lon qilishgan. Halbuki Xitoyning Sharq Turkistonda ilham davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligining son-sanoqsiz po'latdek paketlari dunyoga oshkorlangan bu vaziyatda mazkur ziyoratga va ziyorat subyektlari bo'lgan atalmish o'limalar qartilgan e'tiroz, hatto la'nat sadolari ijtimoiy taratqularni qoplab ketgan. Jumladan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqon Aysa bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq degan. Dunyo musulmon jamoatlari kengashining bu tashviqot ziyoratiga qatnashganligi va Xitoy hukumatining tashviqot hikoyalariga ovoz qo'shganligi kishini g'azablantirdi. Bu Dunyo musulmon jamoatlari kengashining Xitoy hukumatining qo'lida azob uqubat chekayotgan millionlab musulmon qarindoshlariga xiyonat qilganligidir. Bu Uyg'urlarning real ahvoli haqida haqiqiy savol so'raydigan, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkor ayblaydigan va dunyo musulmonlarining vakili bo'lish sifati bilan o'zlarining Uyg'ur musulmonlariga haqiqiy ko'ngil bildirganligini bildirgan fursat edi. Lekin bu fursat isrof qilib o'tildi. Ba'zi ulamalar bo'libmi Bosniya qatorliq musulmonlar qartilgan irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan davlatlardan kelganlar boshqa joyda vahshiy jinoyatlarning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarni qo'llayolmadi. Fevral 12 yanvardagi xabarga ko'ra, Afg'oniston Xitoy bilan neft qazish to'xtami imzolagandan keyin Xitoyga qurolli islomiy tashkilotlar Afg'onistondagi hujumlarni kuchaytirmoqchi ekan. Amerikadagi Yer shari qatlami ismli mustaqil axborot guruhining xabarida ko'rsatilishicha, mazkur qurolli tashkilotlar Xitoyning Afg'onistondagi mavjudligining kunsir kuchayotganligidan norozi ekan. Mazkur islomiy qurolli kuchlar asosidagi Xitoyning Afg'onistondagi savdo faoliyatlarini kuchaytirishiga va Afg'onistonni xilma-xil shakllarda eksploatatsiya qilishiga norozi bo'lib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlari qilayotgan ziyonkashligi ularning Xitoyga bo'lgan nafratini texnik kuchaytirayotgan. Afg'oniston va O'tir Sharqda qurolli islomiy tashkilotlarning ta'siri kuchli bo'lib, Xitoy bu rayonlarda qarshilikqa duch kelmoqda. Uning fuqarolari va proyektlari hujumga uchirmoqda ekan. Yer shari qatlamining xabariga ko'ra, hatto Xitoy Afg'onistonning qo'shnisi Pokistondagi eng ko'p mablag' sarflovchi davlat bo'lsa-mu, ammo bu yerda Xitoy fuqarolariga va proyektlariga qartilgan hujumlar doim yuz berib turgan. Defense News to'rining 12 yanvardagi xabarga ko'ra, Amerika Davlat Majlisida 817-modda yaqinda ma'qullangan James Inhofe davlat mudofaa huquqi qonuniga kirgizilgan. 817-modda har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bo'lib, u Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi va uning o'ddigarlarining Xitoyda yasalgan odamsiz kuzatish ushqunlarini ishlatishini cheklab, ko'p xil usulda Amerikaning bexatarligini kuchaytirgan. Mazkur moddaning Xitoyda yasalgan kuzatish ushqunlarining ishlatishini cheklashidagi asosiy sabab shuki, bu ushqunlarni yasagan shirkatlar o'z mahsulotlari orqali to'plangan sonliq ma'lumotlarni Xitoy doiralariga topshirib berish orqali Amerikaning bexatarligini tahdidga uchirtirgan. Holbuki mutaxassislar bu tadbirning yanada yetarli emasligini, chunki Xitoy shirkatlari yasagan bu ushqunlarning hali ham shtatlik va yerlik hukumatlar tomonidan ishlatilayotganligini, keyingi qadamda mushxil apparatlarning Xitoyda yasalgan kuzatish ushqunlarini ishlatishini cheklash zarurligini bildirgan. Amerikadagi Hammaga adolat tashkiloti 12 yanvar o'zining rasmiy tor betida bayonot e'lon qilib, 14 davlatdagi 30 necha vakildan tashkillangan atalmish Dunyo musulmon jamoatlari kengashining 9 yanvar boshlangan Sharq Turkiston ziyoratini ayblagan. Mazkur bayonotda shunday deyilgan: musulmonlarning kishilik huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlar ustidan yurgizayotgan dokladlarda tafsiliy xotirlangan irqiy qirg'inchiliklarni va jinoyatlarni yepish uchun qilayotgan saqt tashviqotlardan qattiq afsuslanganligimizni bildiramiz. Mazkur tashkilotning raisi Imom Abdul Malik Mujohid mundaq degan: Xitoy bu ziyorat orqali 1 milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga solib olganligini va majburiy emgak selayotganligini yushirmoqchi bo'lyapti. Tutqun qilinmagan Uyg'urlarning kundalik turmushida islomiy ibodatlarni ado qilish yoki dinni o'rganish erkinligi yo'q. Ularning safar qilish erkinligi yo'q. Jumladan ular erkin hayotdan mahrum. Bu ziyoratga qatnashgan imomlar deb baxsun, ularning Uyg'urlar so'langan jazo lagerlarini ziyorat qilishiga ruxsat qilindimi? Ular masjidlarni va Uyg'ur fuqarolarini Xitoy hukumat xodimlarining nazoratidan xoli holda ziyorat qila oldimi? Teleskop News to'rining 14 yanvardagi xabarga ko'ra, 13 yanvar Pokistonning Chengdu shahridagi bosh konsulxonasining rasmiy Twitter hisoboti xakerlik hujumiga uchragan. Pokiston Diplomatiya ministrligi mushundaq bir hujumning rostli yuz berganligini e'tirof qilgan. Va mushu jarayonda mazkur hisobot yo'llangan barliq yo'llanmalarning o'zlari bilan munosabatsiz ekanligini va Pokiston hukumatining maydoniga vakillik qilmaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, xakerlik hujumiga uchragan mazkur Twitter hisobida mundaq bir yozma yo'llangan:
Pakistan Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning kelkundan keyingi qayta qurish ishlariga yordam berganligiga va qo'llaganligiga rahmat aytadi. Biz, ya'ni Pakistan bilan Xitoy Uyg'ur musulmonlarining huquqiy va erkinligi qatorliq har ikki taraf o'rtaq ko'ngil bo'lgan masalalarda yaqindan hamkorlashamiz. Ekonomik Times to'rining 15 yanvardagi xabar ko'ra, Sharq Turkistonda Tojikiston virus yuqumining avjilishiga ergishib, mashinali doktorxonalarga bemorlarni davolashda an'anaviy Uyg'ur tibobat dorilarini ishlatish to'g'risida yo'l yo'riq bergan bo'lib, bu qadimki Yunon, Misr, Arab va Hindiston tibobatlarining javharini o'ziga mujassamlagan 2500 yildan ko'proq tarixga ega Uyg'ur tibobatiga bo'lgan kam ko'riladigan e'tiroflardan biri ekan. Mashinali sayyoh xodimlari va doktorxonalarning Tojikiston virus yuqumiga qarshi turishda cho'qim Xitoy tibobatining va Uyg'ur tibobatining an'anaviy davolash usullarini, shundaqla G'arb tibobatining dorilarini ishlatish kerakligini ta'kidlagan. Aqsu shahridagi bir doktorning bildirishicha, amaliyotda zukam javhari va sharbati zufa qatorliq Uyg'ur tibobati dorilari Tojikiston virus qarshi obdan unum bergan. Bilginicha, Sharq Turkistonda 60 dan ko'proq dori shirkati bor bo'lib, Tangirtaq dorining 2022-yili 1-oylik xabarga ko'ra, bu shirkatlar 2021-yili 8 milliard 800 million yuan, taxminan 1 milliard 300 million dollar kirim qilgan. Bu shirkatlar sotgan nurg'un mahsulotlar an'anaviy Uyg'ur dorilarini asos qilgan bo'lsa-mu, ammo bular navbatda an'anaviy Xitoy tibobati dorilar qatoriga kirgizib olingan. Haftalik xabarlar programmamizni mushada oxirlashdik. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.